Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tarix va falsafa kafedrasidan Mo'minov bo'lmasa Ravshan qiluvchi bo'laman. Sizlar bilan bugungi fanimiz O'zbekistonning eng yangi tarixi. Mavzumiz esa O'zbekistonda demokratik fuqarolik jamiyati asoslarining shakllanishi, amalga oshirilgan siyosiy islohotlarni biz bugun o'rganib chiqamiz. Biz endi bugungi mavzumizda rejalarimizni ko'rishimiz mumkin. Rejalarimiz 3 ta rejadan iborat. Milliy davlat boshqaruv tizimi, mustaqil O'zbekiston hokimiyatlar bo'linishi prinsiplari, O'zbekistonda parlament tizimi va uning islohotlari. 3-chi reja savolimizga yuzlanadigan bo'lsak, huquq tartibot organlari va sud tizimidagi o'zgarishlarni biz bugun ko'rib chiqamiz. Endi mavzumiz asosan hokimiyatlar bo'linishi nazariyasining asosiy tamoyillari. Qisqacha quyidagi ifodalarni biz ko'rib chiqamiz. Endi asosan hokimiyatning yagona manbai xalq mavjudligi. Undan keyingi holatga qaraydigan bo'lsak, hokimiyatlar bo'linishi Konstitutsiyada belgilab beriladi. Keyingisi esa har bir hokimiyat tarmog'i o'z faoliyati sohasiga ega. Shularni biz ko'rishimiz mumkin. Har bir organ boshqa organ faoliyatini tiyib va mazmunan endi ko'rib chiqishi mumkin. Bu yerda asosan keltirib qo'yilgan bu hokimiyatlar bo'linishini aytib o'tamiz. Undan keyin esa mana 11-moddada keltirib qo'yilgan 11-moddamizda shunday deb berilgan. O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi prinsipiga asoslanadi. Asosan bu 11-moddamizda Konstitutsiyamizda ham keltirib qo'yganligini biz ko'rishimiz mumkin. Endi davlat hokimiyati deyilganda asosan davlat hokimiyati mana biz sistema qilib berilgan. Asosan bu davlat hokimiyati organlari qanday amalga oshirib borilishini ham ko'rishimiz mumkin. Endi davlat organlariga qaraydigan bo'lsak, prezident va Oliy Majlis, hukumat, sud hokimiyati, markaziy saylov hokimiyatlari va undan keyingisi esa prokuratura aytib o'tiladi. Va bu barchasi davlat hokimiyatlariga bo'linish holatlarini biz ko'rishimiz mumkin. Ana endi biz dunyoda barcha davlatlar mavjudligini biz bilamiz va Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan 193 davlatdan 143 tasida prezidentlik lavozimlari mavjudligini biz ko'rishimiz mumkin. Qarang endi, prezidentlik lavozimlari asosan prezident degan so'zning o'zi ma'nosi oldinda o'tiraman degan ma'nolarni anglatadi. Qarang, bu oldinda o'tiraman davlatning boshqaruv tizimida ham mavjudligini biz ko'rishimiz mumkin. Endi prezidentlik hokimiyati asosan O'zbekistonda biz ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonda 1990-yil 24-mart kuni O'zbekistonda prezidentlik hokimiyati joriy etilganligini biz ko'rishimiz mumkin. Endi 90-yil 24-mart kuni birinchi prezidentimiz Islom Abdulaziz Karimov tomonidan Oliy Kengashning birinchi sessiyasi xalq deputatlari tomonidan yashirin ovoz berish yo'li bilan saylandi. Va 91-yil 18-noyabrda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovlari to'g'risidagi qonun qabul qilinganligini biz ko'rishimiz mumkin. 91-yil 29-dekabrda O'zbekistonda ilk bor umumxalq prezidentlik saylovlari bo'lib o'tganligini biz ko'rishimiz mumkin. Endi mana 2002-yil O'zbekistonda prezidentlik vakolati muddatlarini biz ko'rib o'tishimiz mumkin. Qarang, vakolat muddatlari endi 2002-yilda 5 yildan 7 yilga uzaytirganligini biz aytib o'tamiz. Va undan keyin esa 2011-yil
dekabrda prezidentlik vakolati muddati 7 yildan 5 yilga o'zgartirilganligini biz ko'rishimiz mumkin. Va undan keyingi holatlarga oladigan bo'lsak, 2023-yilda esa 1-maydan kuchga kirgan yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda prezidentlik vakolati muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirilganligini biz aytib o'tamiz. Endi bu yerda asosan prezidentlik vakolatlarini ko'rishimiz mumkin va 3 marotaba o'zgartirilganligi va undan keyingi holatlarga qaraydigan bo'lsak, mana 2003-yil 24-aprelda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 89-moddada keltirib qo'yilgan. Asosan O'zbekiston Respublikasi prezidenti ayni vaqtda Vazirlar Mahkamasining raisi hisoblanadi degan ikkinchi xat boshi olib tashalganligini biz ko'rishimiz mumkin. Va 2007-yil 11-apreldan esa O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 89-moddasining ijro etuvchi hokimiyat boshlig'idir. Endi degan normasi olib tashlanib, prezidentning davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini hamda hamkorligini ta'minlash belgilab qo'yilganligini biz ko'rishimiz mumkin. Ana endi bu yerda parlament institutlari tushunchasi butun dunyo bo'yicha keltirib qo'yilgan. Mana butun dunyo bo'yicha parlament tizimlarini biz hozir sanab o'tamiz. Endi mana AQSh davlatida, Xitoy davlatida, undan keyin esa mana Rossiya Federatsiyasida, Isroil, Misr, Fransiya davlatlarini biz parlament instituti tushunchasi mavjudligini biz ko'rishimiz mumkin. Undan keyingi holatlarga qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda parlament institutining shakllanishi va rivojlanishiga O'zbekistonda asosan 3 davrga bo'linganligini biz sanab o'tamiz. Misol uchun mana birinchi davrga qaraydigan bo'lsak, 1991-yildan to 1994-yilni o'z ichiga qamrab olgan. Va ikkinchi davrga qaraydigan bo'lsak, 95-yildan va 2004-yilgacha o'z qamrab olganligini biz ko'rishimiz mumkin. Va uchinchi davrni oladigan bo'lsak va bu 2005-yildan keyingi davrlarni o'z ichiga qamrab olganligini aytib o'tamiz. Qarang, bu davrlarda asosan qonunlar o'zgarishi, misol uchun Oliy Kengashning o'rnida esa Oliy Majlis shakllanganligini biz aytib o'tishimiz mumkin. Shu yillar davomida amalga oshirilgan islohotlarning biz mana shu 3 davr mobaynida ko'rib olishimiz mumkinligini biz aytib o'tamiz. Va undan tashqari O'zbekiston Respublikasi parlamenti Oliy Majlisning tashkil etilishini ham biz ko'rishimiz mumkin. Mana mavzumizda qaraydigan bo'lsak, 1990-yil va 94-yillarda mamlakatimizda 150 deputatdan iborat Oliy Kengash faoliyati olib borganligini aytib o'tamiz. Va 93-yil 28-dekabrda bo'lib o'tgan Respublika Oliy Kengashining 14-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylovlar to'g'risidagi qonun qabul qilinganligini biz aytib o'tamiz. Va undan keyingi holatlarga qaraydigan bo'lsak, 1994-yil 22-sentyabrda bo'lib o'tgan 16-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis to'g'risidagi qonun qabul qilinganligini biz ko'rishimiz mumkin. 1995-yilda esa Oliy Kengash Oliy Majlisga aylantirilganligini biz aytib o'tamiz va bunda 250 deputat o'z ichiga qamrab olganligini ham biz aytib o'tamiz. Va undan tashqari birinchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis 1995-yil va 1999-yillarda 15 ta sessiya o'tkazdi va sessiyalarda 10 ta kodeks, 2 ta milliy
dastur va 145 qonun, 452 qaror qabul qilindi va amaldagi qonunlarga jami 216 ta qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilganligini biz ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, endi bu yerda Oliy Majlis 70 ta xalqaro shartnomani ratifikatsiya qildi, tasdiqladi. Bu yerda va xalqaro konvensiyalarga qo'shilish to'g'risidagi 58 ta qaror qabul qilinganligini biz ko'rishimiz mumkin. Endi bu mavzularimizdan ko'rib chiqqanimizda asosan bunda shu yillar davomida keltirilgan mana shu qonun, qaror va farmoyishlarni o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilganligini biz aytib o'tishimiz mumkin. Endi ikki palatali parlamentga qaraydigan bo'lsak, ikki palatali parlamentga ham o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilganligini biz aytib o'tamiz. Bu Senat oldingi holatga qaraydigan bo'lsak 100 ta edi, yangilangan holatiga esa 65 tani tashkil etadi. Qonunchilik palatasida esa 150 ta o'zgarmagan holatda, oldingi holatlarga qaraydigan bo'lsak 250 ta edi, hozir esa 215 tani tashkil etganligini biz ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatiga endi Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahar 6 da va 4 ta kishidan senator saylanishini ham biz ko'rishimiz mumkin. Oldin 6 ta bo'lganligi, shu hozir endi 4 ta bo'lganligini biz ko'rishimiz mumkin. Senatning endi hozirgi 16 ta a'zolari bor edi, hozir esa 9 ta a'zo fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasida ham davlat va jamiyat faoliyatini boshqaruv tarmoqlarida ham biz ko'rishimiz mumkin. Endi bu senatlarning 9 ta olinganligi fan va san'at, madaniyat sohalaridan biz ko'rishimiz mumkin. Endi bular esa O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan tayinlanganligini ham aytib o'tishimiz mumkin. Endi sizlar bilan bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'linglar.